Al-Muntaqim jinoyatchi, haddidan oshgan tajovuzchilarni belidan sundirib tashlag'uvchi, ashundoq jazolag'uvchi deb. Lekin Allah subhanahu va taolo ajaba iqob o'zining azobini, jazosini, jazo bir insonlar, bandalar jinoyatni ishlagan hamilla beramdi? Yo'q. Lekin Allohning bergan jazosi yurgizgan, ato qilgan, mubtilo qilgan musibat jazolari shu bandasini qanchilgan qitim ogohlantirgandan keyin, qanchilgan qitim uningga fursatlarni, tavba qilish fursatini bergandan keyin ondan keladi. O'ylab qolmangki, shu hamon keldi deb o'ylab qolmang hargizmi dedi. Qistillam kelarmi deb o'ylab qolmang dedi. Bu yerda bir qissa, nihoyatda go'zal bir qissa ekan. Bo'lgan bir ishlamdi. Bir o'g'ri o'g'irlik bilan tutilib, Amirul Mu'mininning qishig'iga tutib keldi ekanda, kelindi ekan endi. Ma o'g'ir tutib kelgan ekan deydi ekanki, "Ya Amirul Mu'minin, innahal marratul ula." Bu birinchi qatimda, men birinchi qatim chiqqandim tutilib qoldi degan ekan. Amirul Mu'minin kazabta nafi. Shu amal yolg'on etding sen. Allah subhanahu va taala innalloha la yuaqibu minal marratil ula. Bir inson bir ishni qilib bo'lg'acha tunji qatimda jazolamaydi Allah subhanahu taala. Yolg'on etding sen shu amal degan. Tekshirish natijasida 8-qatim o'g'irlik qilganligi ma'lum bo'ldi ekan. Al-Muntaqim shunday zatki, o'ziga bir qavmni, bir millatni, bir shaxsni yoki jazolashdan burun, ya'ni Alloh subhanahu bir inson jinoyatni qilib bo'lg'uchi shu hamon oqisdan birinchi qitim qilishi hamon jazolamaydi darhallam. Uni tavba qilib olish uchun, uning to'g'ri yo'lga qaytib olish uchun oldida qanchilgan qitim uning har xil ogohlantirishni avatidi. U balkim bir shaxs sifatida sizga anglatishi mumkin. Bir insonlarning sababi bilan bizga shu yo'lning xato ekanligi, gunoh ekanligini anglatishi mumkin. Yoki ushaq-tushaq kasal u bu musibatlar bilan har xil ogohlantirish beradi oldi bilan. Tutishdan burun, eng oxirgi tutishdan burun ogohlantirish beradi. Hech endi bu banda kelgan bu musibatlar har xil ogohlantirish, möhlat, bu narsalarning hech bir oqmagan vaqtida, buningdan foydalanmagan vaqtida banda qanday qildi deganda andiki uningga jazoni ustiga musallat qildi dedi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo masalan Sura Maidada Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Yani bu o'zimizga maxsus bo'lgan, shahid bo'lgan yana alimiz. Alloh bu yerda bu oyatda ikromdagi ikromga kirgan haj mazgildagi mu'minlarning qilmaslikka tegishli ishini so'zlab bo'lib, oyatning oxirida nima deydi? Afallahu amma salaf wa man aada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun zuntiqam dedi Alloh subhanahu va taolo. Yani manda ishni qilmanglar, ikromni qaldinglar deb bo'lib, Alloh subhanahu va taolo sizlarning ilgirki o'tib ketganinglarni kechirib etdi. Bilmasdan qilgan jinoyatinglarni kechirib etdi Alloh. Bu tugidi, o'tgan bo'ldi. Afu qilib etdi. Kimiki yana shu ishqa uningga bu narsaning xato ekanligi bildirilgandan keyin va man aada yana shu jinoyatga, yana shu cheklangan ishga qayta davomlashtirib, ma'siyatni davomlashtirdi ekan, fayantaqimullahu minhu. Bu mu'minlarga deyotgan gap ma Alloh subhanahu taolo. O'ziga iymon etgan mu'minlarga deyotdi. Alloh uni fayantaqimullahu minhu, Alloh uningga jazo beradi. Alloh uning shu cheklangan jinoyatni qilganligi uchun uningdan qana qildi? Bu yerda intiqom oldi deb eg'ir kelib ketdi. Ulamolar yuaqibu, ya'ni Alloh subhanahu taolo qanday qilsa uni jazolaydi deb shunday tafsirlagan. Vallohu azizun, Alloh g'olibdir, zuntiqom, jazolovchi, jazo berguchidir. Hech kim uningki jazolashiga, uning hukmiga, uning chiqargan hukmiga hech qanday bir itiroz bildirgichi yo bo'lmabdi deguchi yo'q uningki. G'olib Alloh subhanahu taolo hech kimdan so'ramaydi hukm chiqarishda. Deb bu yerda Alloh subhanahu taolo bu uchuq oshkora bu surada Sura Maidaning 95-oyatida shunday deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo Sura A'rafda masalan kafirlarni qanday jazolaganligini fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina va kanu anha ghafilin. Bu yuqoridagi oyatda o'ziga iymon etgan mu'minlarni jazolaganligini deyotdi. Bu yerda Fir'avnninki Musa alayhissalom da'vat elib borgan Fir'avn degan bu maxluq va uning qavmi. Uni qanday qildik deydi Alloh subhanahu. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganligi, inkor qilganligi va boshqa Qur'on karim nurg'on oyatlar bor. Tajovuzchilik qilib zaminda shu da'vatlarga unimay fasodchilik terib hamma ishni qilganligi sababli
Qanday qildik? Biz ularni dengizga cho'ktirib jazoladik biz ularni deydi Alloh subhanahu taolo. Ha? G'arq qilib to'xtab shunday deydi. Ham bu yerdan chiqariladigan, ya'ni chiqariladigan foyda, chiqariladigan natija, dars nima deganda biz shuni o'ylab boqaylik. Fir'avn Musa alayhisalomning qissasini qavmiga kelgan bu yana bir payg'ambarlarning ichidagi odatdagi payg'ambar emas, ulul azm bo'lgan payg'ambar. 5 tanlangan payg'ambar, Allohning kalimulloh bo'lgan Musa alayhisalom. Bu Musa alayhisalom yani yüzü yalğızlan bağmaydı hem Firavun'un kaşığa, qeyrindishi Harun aleyhisselam'ını birge koşup koydum. Şunda hürmetlik Allah bilen paranlaşkan bir peygamber, dünyadaki en tağut, en eşeddi, en necis kafirinin kaşığa vardı. Firavun özüne ilahlık davası kılgan bir kafirinin kaşığa vardı. Ya onun Allah subhanallah nurgulgan şu kafirini cezalaştın burunki haletine qarab qaylı. Allah onundan dehşetlik intikam eliştin burunki mühletki qarab bakaylı Firavun'ga bergan. Nurg'un mo'jizlarni berishlik payg'ambarga da'vat qilib borgan deb hamman oldidagi butun ogohlantirish muhlat payg'ambarga berilgan mo'jizlar ikki payg'ambarning berib da'vat qilishi Bani Isroilninki o'g'illarini o'ltamagan buni bunday qo'l qilib bunday zulm sanmagan zaminda bunday buzuqchilik qilmagan tavhid qilmagan hammani shunday da'vat qiliqlik shunchalik chiroyli muhlat berishlik ammo Firavun u qanday javob berishlik bütün armiyasını, askerlerini yığıp Musa aleyhisselam ve onun bilen birge iman etip kaçkan, panahlık tilep kaçkan Müslümanların keyninden yugurab bütün armiyasını başlap denizden buyuğa keliklik. Oylap bakayla bu müminlerin manziresini. Hem de bu yerde bu noktada Allah subhanahu Sure Şuara'da şundak güzel bir ayet var ki tarihten bu yankı kafirlerinki tabiatının müminlerge karşı bo'lgan tabiatının ne kadar o'xshay bugungi kundagi bizning düşmanlarimiz ham bugungi kundagi islom düşmanlarining ham tabiatiga qarab boqaydi. Firavun Musa alayhisolamdan iymon etgan mu'minlarni ko'zga ilmasdan shunday deydi. Inna haula'i lashirzimatun qalilun va innahum lana laghaizun. Ha? Deydi-ki, bular yani o'ziga iymon etib o'kti qo'pgan bular Musa alayhisolamga iymon etgan bu to'rttal bir nimalar bu to'planuvchilar bu az sondagi bir az sondagi arzimas az sondagi qoldiqlar bo'ladi deydi. Az sondagi bir to'planuvchi degan gap bo'lgan bizning ma'nomizda az sondagi bu ahmoq az sondagi bu maxluqlar mushuna qilyotdi ular bizga ve innahum lana la ular söz jihatdan bo'lsin sharikat jihatdan bo'lsin bular az bo'lgan bilan shu bizni g'azablantiradigan bizning ochchig'imizni keltiradigan ish qiladi bularning qildigan ishi bu to'rttal mushfirandilar hech bir hali yo'q shunday bir maxluq deb kafir Firavunning devatgan gibi mu'minlarga qarta devatgan gibi unda qo's nimishqa buncha qo'rqib ketsan nimishqa unda to'rttal bu az sondagi bir arzimas hiçbir sen közgüme ilmaydigan bulardan nima uchun qo'rqib kelsan chunki ularda haqqi bor kafirning tabiati bu yerda shu tafsirchilar ne kadar güzel sharhi beribdiki bu yerda haqiqatan hayron qilishga kafirning tabiati tarixdan buyon o'xshashdi deydi bugungi kunda ham oz sondagi bir musulmonlarniki oz sondagi bir qavmninki bir yerda yig'ilib bir harakatni qilishi shunchalik kuchlikman debayotgan kafirni uxlatmaydi shu kafirni g'azablantirdi shu kafir tipirlab ketdi közge ilmay turib uningga qana qilsa yani oyatning keyinda va innahum lana laghaidun degandan keyin va inna la jami'un hadirun o kafirlarninki va shu kafirlar va uning qo'ljamoqchilari munofiqlarning hammasini deyotgan gapini Alloh Qur'oni Karimda ya biz o az bo'lgan bilan lekin biz ularning butun harakatlarini kontrol qilib nima ish qilyapti nima bilan turadi hammasi zot odamlarimizni kiritib davomli kuzatib turmiz biz titik turmiz uyg'oq turmiz deb kafirlarning tuzayotgan planini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir xil suratlab berdi. Mu'minlarning holi qarab boqaylik, shunchalik ojiz, shunchalik holi qolmagan, charchab ketgan holatda Musa alayhisalom bilan dengizning oldiga kelib qiliqliq, yo'l tugaklik. Oqistin Firavun, bugungi zamindagi Firavun o'z vaqtidagi Firavun, bugungi Amerikadan hech bir farqi kuchlik bo'lsa bo'ladiki, hargiz ojiz emas. O'z vaqtidagi Firavun, shu vaqtidagi. Shu butun armiyasini boshlab kelib, shu to'rttal musulmon bu yer kelgan vaqtida oldida yo'l ittiqliq dengiz var. İki qo'shin bu yerda Alloh subhanahu bu manzilni shunday go'zal sifatlaydi. Sura Shuara yana 62-oyatda falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
Endi bu ikki jamoat, ikki qo'shin, ikki turlik birisi mu'minlar. İkisi bir-birini yiroqdan ko'rindi. Uning qo'shini ko'rindi, mu'minlar ko'rdi. Mu'minlarni ham o kafirlarning qo'shini ko'rdi. Mana yetishib olamiz, ana deb guldirilib chaptirib keldi. Bu ikkisi ko'rilgan vaqtida Musa alayhissalomning sahobalari Musa alayhissalomning hamrohi iymon etganlar dediki, "Ah, biz tugudik hamdi. Bizga yetishib oldi hamdi, biz tugudik hamdi. Vayron bo'ldik hamdi, o'ldik, tugudik, oldimiz dengiz bo'ldi, tugudik" degandan keyin Musa alayhissalom dediki, "Yo'q, hargiz undaq emas." Qala kalla. Hargiz undaq emas. Inna ma'iya robbi sayahdin. Men bilan mening Robbim men bilan birga deyapti. Ha? Robbim men bilan birga, u chuqum menga chiqish yo'li berdi. U Alloh menga chuqum chiqish yo'li berdi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizga bu yerda ilinadigan eng cho'ng dars nima deyapti? Mayli sen qaysi holatda qolmagan, qandoq bir sharoitga tushib qolmagan, sen haq tarafda bo'ladi ekansan, sen haqli bo'ladi ekansan, Alloh subhanahu va taolo seni eng oxirgi tiniqingda bo'lsa, chuqum sana chiqish yo'li beradi. Sana bütün dünya qarshi chiqishi mumkin, oilangdagilar qarshi chiqishi mumkin sening ishlaringga. Ammo sen haq bo'lgunki, mushu so'zni deyalishimiz kerakki, inna ma'iya robbi sayahdin. Robbim men bilan birga, menga Alloh yetar, menga Alloh. U chuqum menga chiqish yo'li beradi. Menga chuqum hal qilib berdi o ishimni degan iymon bilan yashashimiz kerakligini bildiradigan nihoyatda yuksak bir dars va qadrli qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bu ashaddiy ilohlik da'vosi qilgan bu kafirni shunchalik katta hikmat sababli Fir'avnning jasdini saqlab qoldi. Dengizning o'ttirib kirgan g'arq bo'lib ketdik. G'arq qilib etdik butun qo'shin bilan. Ammo nima uchun Fir'avnning jasdini saqlab qoldik? Chunki agar Fir'avnning jasdini saqlab qolmagan bo'lsa, hech kim ishonmaydi o Fir'avnning o'ylab ketganiga. Chunki u o'zini ilohlik da'vosi qilayotgan maxluq bo'lganligi uchun balki bu chiqib ketgan bo'lishi mumkin osmonda o'zini iloh deb da'vo qilgan. Shunga Alloh bu yerda nihoyat buyuk hikmatla uning jasdini dengizning qirg'iga chiqarib qo'yuqliq. Chunki bu inson dengizning qirg'iga chiqmagan bo'lsa, insonlar uning g'arq bo'lib ketganligiga ishonmagan bo'ladi dedi. Chunki u ilohlikni da'vo qilayotgan. Lizalika shuning uchun Alloh fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun degan so'zini degan. Bugun biz sening badaningni, sening jismingni qo'g'dab qolamiz, saqlab qolamiz dedi. Nima uchun? Sendan keyin keldigan kishilarga bir alomat, rasmiy bir mo'jiz sifatida, bir alomat sifatida, dalil sifatida saqlab qolamiz. Shaksizki insonlarning ko'pinchisi bizning oyatlarimizdan albatta g'afildir deb. Bu nima tekshirishlarga qaraganda, o'sha Misrdagi nima muzeyxonada Fir'avn shularningki haykallari bu qo'yilgan shu muzeyxonda qattirilgan shaklda, jipslan qattirilgan shaklda bor deydi bu hozirgacha. Mumiyalangan shaklda bor ekan. Shu Musa alayhissalom kelgan da'vat qilgan Fir'avnning o'zi deb qaraldi ekan ko'p nurg'un olimlar. Chunki hozirgacha uning og'zidan shu tuzning qirov bog'lib ketgan tuzning asarlari, ta'siri, alomatlari hozirgacha bor deydi. Buni ba'zi ulamolar shunday deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ana shunday dahshatli bir shaklda intiqom olib yo'qotdi bu kafirni.